Barcha darsliklarni rasmxona.uz saytidan bepul yuklab oling. Endigi darsimiz MyGov xizmatlari haqida bo'ladi. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz, masalan, kirishni bosamiz. Mana bu yerga klient, masalan, oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, login parolni kiritamiz. Agar yangidan ro'yxatdan o'tish kerak bo'lsa, belgi qo'yib, registratsiya qilib, klientni tug'ilgan kunini, pasportdagi seriyasini, keyin bironta elektron pochta yozishga uni farqi yo'q, qaysini yozsangiz. Lekin telefon nomeri yozgancha e'tibor qiling. Mana shu klientni pasportiga olingan sim karta bo'lishi kerak, bo'lmasa ro'yxatdan o'tib bo'lmaydi. Mana parolchit SMS qilasiz, kod boradi. Kodni kiritganingizdan keyin ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Yangi login parol kiritasizda, keyin login parol bu yerga yozib, baytini bosib kirsangiz bo'ladi. Agar klient oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsa-da, login parolni esda bo'lmasa, mana bu zabelga kirib, bu yerga jishni kiritasiz. Bu yerda o'sha klientni pasportiga olingan sim kartani yozasizda, vasdan o'tib qilasiz. Mana login parolni yozib kirganingizdan keyin baytini bosasiz. Agar ro'yxatdan o'tayotgan odam faqatgina jismoniy shaxs bo'lsa, uning nomida hech qanaqa firma bo'lmasa, bittada kirib ketadi. Hozir mening nomimda firma bo'lgani uchun ham ikkita chiqyapti. Fizikga qo'yib bazaga kiraman. Kirgandan keyin masalan, bu yerda ko'p xizmatlari bor. Hamma xizmatlar iloji boricha tekshirib chiqing. Masalan, kimdir keladi, eng ko'p keladigan narsa uchot so'raydi. Mana bu yerdan asosan yashash manzili. Mana doimiy yashash joyini bosib, bemalol xizmatdan foydalanib, bepul ham. Kirasiz, mana yuklab olishni bosib, ko'chirib olib, mana bemalol klientga chiqarib pul bersa, mana bu bemalol klientga chiqarib berib pul qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari ba'zida keladi, masalan, hokimiyatdan kam ta'minlanganlik degan ro'yxatga kiritilgan bo'lsa, mana bu yerdan kam ta'minlangan deb yozsangiz, mana xizmatdan foydalanish qilsangiz chiqadi. Endi bu faqat kam ta'minlangan odamlar uchun ishlaydi. Menda buni imkoni yo'q. Gapni qisqasi, MyGov orqali ko'p xizmatlar amalga oshirib pul qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari tonirovka ruxsat olsangiz bo'ladi yoki mana bu moshinaga davenist olsangiz bo'ladi. Iloji boricha mana shu MyGov xizmatlarini amalga oshirish orqali klientlaringizga yaxshigina pul qilsangiz bo'ladi. Vinyetka 24 fotograflar uchun zamonaviy uslubda yaratilgan yuqori sifatli vinyetkalar xizmati. Respublika bo'ylab yetkazib berish bepul.